Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. Mana biz bugun o'zimizni bemorlar bilan tasvirda o'tirgan akamiz ham akalariga donor bo'lgani kelganlar. Inshaalloh mana ko'rib turganinglar bu Gulob Jamol. Mana bunisi halva. Laddu, maddularni mana shuni qotirib tayyorlashadi, dumaloq qilib tayyorlashadi. Lekin mazasi gap yo'q, hozir yedik-ku. Zo'r narsa ekan. Mazasiga. Yaxshi ekan. Bular bemor, mana bular ham jigarlarni almashtirishgan. Xudo xolasa inshaalloh ozgina muammolari bor ekan, shuni hal qilib o'zingizga qaytib ketadilar. Okalar bilan bugun chiqib, mana bugun bozor bo'ladigan kuni Gulob Jamol yegani keldik. Bro, his name? Gajarga halva. Ha, halva. Gajarga halva. Ha, halva yeymiz, halva aka. Gajarga halva. Yo'ramiz, anisi Gulob Jamol, uni ko'p yeganman. Shirinlik zo'r narsa lekin. Mana zo'r ekan-a? Yaxshi ekan. Shirin. Zo'r ekan. Qani? Zo'rmikan bu? Zo'r ekan. Menga yoqdi lekin. Menga yoqdi. Siqqana. Ankal. Aka deyapti. Bu zo'r narsa ekan. Foydada bu. Anaqada. Nima? Zo'r narsa. Mandi kurpadan qilingan, bor. Rostdan shunaqa, mandi kurpadan qilingan. Ana nima deydi? Mediga tegadigan anaqa emas ekan. Zo'r narsa. Zo'r ekan. Bizga yoqimli Zo'r ekan. Bizga yoqimli ishtaqa. Bizda davom etinglar. Izohlarni qoldiringlar. Kimki shunaqa narsani tatib ko'rgan bo'lsa, sizlarni izohlarda kutib qolamiz. Kimga buni mazasi yoqqan bo'lsa, albatta yozib qo'yinglar. Biz buni inobatga olib, javob qaytarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Bizda davom etinglar, kasal bo'lmanglar. Izohlarni kutib qolamiz.